Salom bolalar, qalisizlar. Bugungi videoda o'zim sizlar bilan ko'rishganimga xursandman. Kamida bir oydan beri sizlar bilan ko'rishmadim. Bugun ko'rishdim. Bugun men ko'rishganimga xursandman, lekin bitta narsaga afsuslanaman. Menga bu yerda 10 ta shart yozilgan. 5 tasini tanlab olib men qiynaydigan shartlarni bajarishim kerak. Bajarmasam kamida 1 yil kanalimga video qo'ymasligim kerak bo'ladi. Takoy endi men bularni bajaraman. Albatta 1 yil video qo'ymasdan qanaqa chidash mumkin? Endi biza nima deydi buni men yozmayapman. Xullas bizani kanalga sirli ishtirokchi Diyorbek, uning ismini aytdim mana. Diyorbek u bilan yozib berdi. O'zi ketgan, u kelmagan. O'zi bu operator, u katta bola, mendan katta. Necha yosh kattasan operator? 2. Kimedi? Ama. Da. Tak. Endi biza bularni bajarishimiz kerak. Endi 5 tasini tanlab olamiz bankaning ichida. 10 tamiz. Bu точный? Operator sanaganmiz? Ha? Bile, 10 taga o'xshamayapti. Davay boshlaydi. Endi bilet. To'xta. Davay, bittasini tanlaymiz, lekin eng qiyini nima degan? Eng qiyinini aytgandi. Chisno. Yo'q, mana shu yerdan turib, eng uzoq do'kon bor, o'sha yergacha borib kelishim kerak. Yugurib. 90 kilometrgacha. Yo'q, 90 kilometr chiqmaydi. Nima bu? Nima? Ye. Operator nima deganding boya? Chesnok yeyish eng qiyin degandingmi? Ama. Eng birinchi shart chesnok yeyish bo'ldi. Sani uchun eng qiyin. Lekin men uchun bular cho'rt emas. Day bu bankani urib sindirgim kelyapti, lekin operator menga ber. Hozir mana shu yerda chesnok olaman. Ha, bolalar, qo'limda chesnok olib chiqdim. Mana shuni yeyishim kerak. Menga bunisi kamlik qiladi, ko'proq kerak edi. Lekin shunaqani buyurgandi. Lekin achchiq bo'lsa, lekin achchiq o'da, hamma chesnok. Achchiq bo'ladi. Bula, og'zim sasib ketsa. Ay, bula. Namcha achchiq bu. Bo'ldi. Takoy. Нормально. Bula. Başım tepkim kıyat. Bula chesnok ham qo'yadim odam. Bula ketidan narsa yeyish mumkin emas. Bo'ldi bola. Birinchi shartdan o'tdik. Birinchi qiynoqli shartdan o'tdik. Endi ikkinchisiga voy. Mana shu bankani urib sindirib olgim kelyapti shu. Ko'nglim ayna boshladi lekin. Qani ko'rsatma meni. Tur boshladim. Davay, mana shart asabimga tegyapti. Kichkinagina shart. Bular piyoz yeyish bo'lsa, lekin piyoz yeyish bo'ladimi? Ko'pchilik piyoz bo'lmasa kerak endi. Ishqilib piyoz bo'lmasa bo'ldi. Nima deb yozgan? Piyoz ye bolalar, piyoz ye. Mana. Piyoz ye. Tushunib bo'lmaydi endi, kichkinaga yozgan. Nima bo'lsam biza piyoz yeymiz. Voy, undan oldin menga olib hozir piyoz bilan chiqamiz biza. Mana olib kelishamiz. Va bolalar, biz piyozni olib chiqdik. Eng qizig'i piyoz yoqmaydi, shuning uchun yarmini olib chiqdim. Endi bu piyozni yeb tuflab olish mumkin dedimi senga? Ha. Aytdimi? Lekin bildi menga piyoz yoqmasligini. Endi buni yeb tufurib olsam ham bo'ladi. Qanaqa buni qilib? Day. Bu bilan
Mana shuni ham Turi bor. qanaqa piyoz qo'ygan? Piyozgacha qo'yib ketgan. O'zim tanlab olmasam bo'lmagandek. Qanaqadir sassiq bilan piyoz. Bo'lmasam biza 2-shartdan ham o'tib oldik, bolalar. Da endi 3-shartga keldik. Day. Qaysi 3-shart endi bajarib tashlayman bilib. Mana shu shart. Sen usta geleceğim. Yaxshi. Ana 3-shart. Do'konga bor, lekin eng uzog'iga. Voy bila. Do'konni eng uzog'iga borish shart va qoida va zarur. Mana, valla yozilgan. Endi operator sen men bilan birga borasan, lekin men kamerani qo'limda ushlab ketaman. Rozimisan? Do'konga borib kelaman, eng uzog'iga. Daim uydan pul olib chiqamiz, bir narsa urib kelamiz. Doy. Pokemon. Yo'q, Pokemon bo'lmaydi. O'zing olasan. Eng zo'r bu bonkani eng qizig'i biza qatga qo'yishni bilmayapman. Men yoki zozi tashqarida paydo bo'lamiz, o'zimizdan o'zimiz. Va bola biza yozilganicha do'konga ketamiz. Doy eng uzog'iga deyapti-da, eng uzog'i. Doy biza u naryoqdagi bor, eng uzog'i bu emas. Narki emas. Eng qiziq bitta narsa bor-da. 10 minut mototsikl ichida futbolkada o'tir degan shart ham yozilibdi. Shuni ma'lum qildi hozir. Biz hozir videoni qotirib turdik-da. Olib bo'lib hozir bu ikkinchi natijasi. YouTube'ga joylashtirayotgan paytda qo'shib olamiz ikkalasini. Shu ham telefon urardi. Men telefonni oldim. Men bu kamerasi o'chib ketdi. Va bolalar nimagadir fanarni yoqmoqmiz, fanarni. Bolalar fanar qanaqadir boshqacha. Biz hozir do'konga borish problema-da. Bu naryoqgacha borishimiz kerak. Sovuq havo. Dahshatli. Nima lekin? Nega? Yaqin uni do'koni. Eng yaqini o'zi. Eng uzog'iga berish yozilgan shartda. Biz shuni bajaramiz-da. Unaqa g'irromlik kerak emas. Ya shu biznikilarmi? Uzoq shu. Da uzoq, juda ham uzoq. Sizlarga o'zi do'konlar ko'p. Lekin bittasi bor, u juda ham uzoqda. U yana bittasi bor, lekin biz juda ham uzoqda, yo'ldan ham naryoqda. Chetda biz borolmaymiz. Hozir biz juda ham ichonki yo'ldamiz. O'zingga Pokemon boshqa Pokemon kerak emas, karta kerak emas bolalar. Buni bekordan ishlatmayman men. Bolalar biladi. Hozir men minutim kamayapti. Kamida 6,5 minut bor vaqtim. Video olishim kerak. Men yana bajaradigan ikkita shartim bor. Shuning uchun bolalar men kamerani to'xtatib turaman. Rozi bo'lasizlar degan umiddaman. Hozir men bu yerdan ham o'tib ketaman. Bolalar xafa bo'lish yo'q, lekin men takoy, mayli 10 minutgacha biz yuramiz. 10 minut. Da. Og'ir bo'ladi-ya. Og'ir Alhamdulillah dedi. Va bolalar biz mana bu yerda yana bitta do'kon bor. Unda qo'y o'tib oldik. Mana yaqinga oldik. Tomga. Qo'y. Streamda. Va bolalar biz tasavvur qilasizlarmi? Ko'chani eng to'ridan chiqamiz. Sezilyaptimi? Hozir bitta mashina yonida. Nimalar qilib tashyapti bu telefon? Valla biz ish qilib juda ham uzoqdan chiqdik. Mana hali bir yo'l yuribmiz. Biz videoni qotirdim. Lekin biz hali bir yuribmiz. Davay eng uzog'iga borsak, lekin vaqt tamom bo'ladi.
Va bolalar 4,5 minut vaqtimiz qolyapti. Men videoni qotirmasam bo'lmaydi. Chunki yana oldinda ikkita shartim bor. Men ularni tezda bajarib ketaman. Давайте men qotiraman videoni. Qotiraman. Bolalar, mana hozir do'kondan narsa olaman, yonda kamroq pul bor. Hozir qotiramiz videoni va do'konda kamera olish mumkin emas. Nima kameralar olish mumkin emas. Video olish mumkin emas, shuning uchun biz hozir mashinani o'zida qotirib, do'konga borganimizda olib, narsa olib chiqqanimizni ko'rsatamiz. Lekin kam pul yonimda. Atiga 2000 so'm. Men o'zi narsa olish yozilmagan, shart emas o'zi men narsa olishim ham shart emas, shuning uchun 2000 so'mga bir narsa olaman. Hali oldimda ikkita shart bor, qiyini. Ho, bo'ldi bolalar, bo'ldi. Qotirdim. Va bolalar bunaqa oldik 1000 so'mdan ekan. Mana bunaqa oldik. Biz hozir uyga boramiz, chunki vaqtim juda ham kam. Va mana uyga borib sizlar bilan gaplashamiz. Va bolalar, bizda telefonimiz zaryadkasi kam. Shuning uchun hozir telefonimiz zaryadkasi kam bo'lgani uchun biz operator mana bu yerda turibdi. To'xta, shart tanlashim kerak. Mana. Operator. Mana buni ol. Tez. Hech nimani bosma. Operator, bu vaqtimiz ketyapti. Bir oyoqda. Mana ki. Bir oyoqda turishim kerak, shart. Ketdi mana. Va bolalar, men yarim soat turdim mana. Shart yozilgan ekan, ko'nglim aynayapti.